inkibasi tuxum jo'ja ochiradigan topib qo'ydim, mana dokumentlarigacha bor ekan. O'zlari olgan, foydalanishmagan hali, ishlamagan, shunday turibdi. Aka shu ikkovini sotaylik deb qoldim, mana Umrda ukam bo'pti sotib beramiz dedik. Xudo xolasa mana YouTube'ga qo'yib beramiz, sotilib ketadi. Buni ham izlayotganlar juda ko'p. Bu o'zi nechtalik bu? 350 ta. 350 ta tuxum sig'adi. O'rdakni ham ochaveradi. O'rdak, g'oz, tovuq ochaveradi. Chimchiqdichi? Chimchiqni ham ochaveradi. Tavakkal, ya'ni kichkina qo'yib yuborasizlar, chiqir-chiqir qilib ochib chiqaveradi. Mana ikkita qo'yishgan. Ikkovi ham bir xil rasmiylar. O'sha nechtalik dedik? 350 ta. 350 ta sig'adi. Bitta ochganda 700 ta ochadi. Necha kunda ochib chiqadi? 21 kunda. 21 kunda. Mana dokumentlarigacha o'zim yangi olib ishlatmadim deyapti. Bu jo'ja soladigan nechta bundan? Mana jo'jalarni mashinaga solaverasizlar. 8 ta. Bunisiga qo'shib berishadi. 8 ta qo'shib berishadi bundan. Mana 8 ta, bundan 4 ta unga 4 ta bunga. Dvijoy podarkaga ketdi. Dvijoy olgan odamga mashina, ikkovini olgan odamga Dvijoy podarka. Dvijoyning o'zini narxi $250 turadi. Dvijoy $250 turadi. Dvijoyni tekinga beramiz. Bu inkubasiya ochadiganni apparatni olgan odam Dvijoy tekinga ketadi. Narxini aytaman, narxini ikkoviniki emas, o'xshay endi hammasi. Bu ikkovi Dvijoy hamma yo'qlari bo'lib turib, aytishyaptiki 8 millionga berib yuboraman deyapti. Kim 8 million sanasa, o'shaniki tas telefon nomer qilinglar, bemalol foydalansalaring juda arzon qilib aytgani uchun qo'yib berdi. Pul topar narsa. Pul topar narsa, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Biznes boshlayman degan, yangi biznes qilaman degan odamlar shak uyiga olib kelib mana biznes qilsa ham bo'laveradi. Dvijoy mana O'zbekistonda svet o'chmayapti hozir. Hech qayerda o'chgani yo'q. Mobodo o'chib qolsa, mana Dvijoyni palarkaga berib olamiz deyishyapti. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Boqqa ishlatsa ham bo'laveradi. Mana dokumentlarni hamma yo'qlari bor ekan. Ishlarini ham ko'rsatib ketdim. Uni ishlarini ham mana. Hamma 220 ga ishlaydi deyishyapti. 220 ga ishlaydi. Mana 220 ga ishlaydi. Dokumentlarigacha turibdi. Original, tozasidan aka. Hijolat qilib qo'ymaydi. Bemalol 30 yilgacha ishlayveradi deyishyapti. Telefon nomerini qo'yib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.